Mandarinni po'choqlari sog'luvli soqqami? Ko'rinmay qolding o'rtog'im, bossanmi soqqani? De hozirgina Dubaydan shaxsiy samolyotimda keldim. Toshkentda chang bo'lib qoldi, shuning uchun Mo'ykaga tashlab keldim. Dubayda nima qilding? Durov bilan Telegramda prashibga qildim. Keyin Sheyxlar bilan 5 ga 5 kontrda patini yuldim. Chayib ketsan-da o'rtoq. Yo'q, unchalik emas. Bo'tdan chiqib Amerikaga borishim kerak. Kutyapti Elon Musk. Raketa ixtiro qildi. Birinchi manga ko'rsatmoqchi ekan. Va meni sharafimga raketaning nomini The Bobber Car deb nomlamoqchi ekan. Ko'pirtirib olding o'jicha. Rost o'rtoq, hayot va shivocha. Problemalar bo'lsa aytlaring, hal qilib beraman. Kiraga chiqmoqchi edim, mashina kerak. Bo'ldi, kelik sovg'a qiladi. Faqat ozgina kutib turasan. Shundoq Hindistonga borib kelish, Shohruxxon depressiyaga kirib qopti-da, shuni chiqarib keling. O'rtoq, menga ham kelik bera olasanmi? Kelining mahriga so'rayotdi. Bo'ldi, o'rtoq, qizili bor, og'ilda chang bosib yotuvdi. Voy, kurasan pizzani sevaman-da. Mash qirtilishiga maza qilaman. O'zi hamma mashhurlar mana mash pizzadan yeydi. Oxirgi marta Ronaldo bilan yegandim-da, yedi-yu, suv deydi. Jigarlar, mayda-yo'da shotga olib turinglar. Menda kriptovalyuta aksiya vaqt ketadi, berib turinglar. Hozir men srochni Manchesterga uchishim kerak. Husanov butsisini 2-poyin topa olmayapti ekan-da, topib berishim kerak.